Assalomu alaykum avtoshaharliklar. Gazel ishqibozlariga tezroq jo'natib qo'ydi o'rtoqlar. Xudo xolasa puli ham yaxshi. Damas Lavona puliga mana Gazel olasizlar. Yili ham unaqa 96-97 emas, 2004-yilgi Gazelni kesib bortli qilib tayyorlangan mana Gazel sotilyapti. Avvalinglar boshqa ma'lumotlarni Gazel 2004-yil kesib tayyor bo'lgan deb aytyaptilar. O'zining ramasi, zavodskiy o'zining ramasiga tayyor bo'lgan ekan bortli qilib. Motori qanaqa aytsam 24 motor, rasxodi bor ama motorda remont qilib olsa yaxshi deb aytyaptilar. Korobkasi 52 niki, akkumulyatori ham deyarli yangi. Ballonlari yaxshi deyaptilar. Gaz balloni 4 ta torpedalik, 50 talik 4 ta torpeda ballondan deb aytyaptilar. Kuzov 3.40 uzunligi, eni 2 metr atrofida, balandligi 40 bo'lsa kerak deb ma'lumot berdilar. 3 tarafga ochiladi kuzov. Hozir aka dedim yurgizsa yuraveradi deb aytyaptilar. Endi va motor qilib olgan yaxshi deb ma'lumot berdilar. Hadovoy ham hadovoyni ham ko'rib olsa yaxshi deyaptilar. Hadovoy va motor ekan o'rtoqlar. Shu o'tib beraman unisiga deb aytyaptilar mana o'rtoqlar. O'zlari aytishdi. Puliga 4400 kelishtirib beraman. Endi ozgina mo'ljalga yaqin qiling aka dedim. Ko'p qo'ymang desam 4400 kami bor, bu yoqqa telefon qilsin deb aytyaptilar mana. Video pastda telefon raqam, shu nomerda Telegram ham bor. Xo'p, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida turibdi. Iltimos oma kunduzi telefon qilsin. Endi kechqurun tarovihga chiqamiz, shunda nima bo'ladi-da, kunduz telefon qilsa yaxshi deb aytyaptilar o'rtoqlar. Shunga iltimos kunduz ilojimiz oradigina telefon qilib mana avvalinglar shu. Sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepida raqam murojaat qilsizlar. Ancha odam sotdi ishini bitirib, bozorga borib o'tirmaysiz o'rtoqlar. Minglab odam ko'radi o'rtoqlar. Ko'p odam ko'rgandan keyin klient ham shunga yarasha ko'p bo'ladi o'rtoqlar. Buyurtma chiqarib beramiz ha. O'rtoqlar tayyor, sotilib ketmasdan mana Gazel avvalinglar mana telefonda qilib ko'rishguncha.